Biladi. Jo'no omalaki ishqibol odam qo'yib, to'ldirib olsa chiroyli sigir bo'ladi xohlasa. Ha, bu omalaki kichkina mo'lbas omalaki. Bu ham mana shu 140 tepasida. Keyin bitta mayda rossiyskiy parodasidan bor ekan jonivorda. Xo'p, bu necha shar bo'ldi bu aka bu? Shu 4-5 oylik bo'ldi. Juda ajoyib ko'p bo'lsa 5 oylikda. 4-5 oylik a? Xo'p, aka bu zo'r buni. Xo'p, qani joni tomon. Yemasi ichmoq, yemoqchi mana javob qilinaveradi. Yeb hamma joyda. Ha, hamma joyda kalla holatlarga e'tibor bering. Bo'ldi aka, xudo xolasa aka telefon qilishsin. Bismillah. Assalomu alaykum Qo'shtepa savdo kanalimiz aziz obunachilari, akalar, ukalar va bizni kuzatuvchilar hamda xonajin ishqibozlari. Xonajinni zotdoridan kerak akalar menga degan obunachilarimizga zotdordan topib qo'ydik. 2 dona akalar ko'ringlarchi. O biri rossiyskiy paroda, bittasi gibrid ekan xudo xolasa. Xo'p, bu xonajinlarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Kalelin qishlog'ida Rasululloh akamning xonadoniga keldi akalar. Ko'ringlarchi, jonivorlarni zo'rlaridan ekan, ola qorasidan tanag'idan ekan. Xo'p, Assalom aka, assalomu alaykum. Siz aka, charchamasdan aka. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat, Allohga shukr. Xo'p, aka buni o'zingiz chiroyli qilib ma'lumotlarni bersangiz aka. Shunga qarab. Buni o'zimiz sigir qilamiz, olib keldik. Xo'p, o'y sigir qilgan olgandingiz-da? Sigir qilgan olgan bu Golishten bilan Angus gibrid chatishgan. Golishten bilan Angus gibridlashgan-a? Golishten bilan Angus gibrid bu xohlasa. Ha, jonivor omalaki yirikligi. Sigir qilamiz, olib kelaman hojaga. Qarangda bu. Tekrar yuvosh, nihoyatda. Yuvoshligi yuvosh-a? Yelinlar mana, chiroyli to'ylari. Bu omalak katta kichik 2 kilo bo'ldi. Endi qo'yamiz uni nima qildik? 2 yashar bo'ldimi hozir bu? 2 kilo bo'ldi. Bu qo'yildimi bu o'zi? Endi xudo xolasa, endi bu qasalar bo'lyapti, endi qo'yiladi xudo xolasa. Ha, endi qo'yiladi. Jonivor omalaki ishqibol odam qo'yib, to'ldirib olsa chiroyli sigir bo'ladi xudo xolasa. Ha, bu omalaki kichkina mo'lbas omalaki. Bu ham mana shu 140 tepasida. Keyin bitta mayda rossiyskiy parodasidan bor ekan jonivorda. Xo'p, bu necha shar bo'ldi bu aka bu? Shu 4-5 oylik bo'ldi. Juda ajoyib ko'p bo'lsa 5 oylikda. 4-5 oylik a? Xo'p, aka bularni bitta yechib, baholib, yetalab bir ko'rsataylik aka, ma'lumotlarni beraylik. Xo'p, yechinchi akam. Buranchani qarang. Kela mana ishqibozlar bormi? Ola qorasidan, tinig'idan so'raganiga. Torting baqa. Mana mo'ylo qilmaydi. Ancha bo'lgan ajraganiga, bu shuyluq. Ha, enasi ancha bo'ldi ajraganiga. Ha, jonivor. U qilib, mana nima qilmaydi. Bu shuyluq ham. Tutoylari yaxshi, tutoylari sigir qiladigan-a? Xudo xolasa, oq yelinlari ham oq. Bo'ldi. Kalla holatlarni ko'rsataylik. Mana kallalarni ko'rib oling. Yana endi shoq nima qilishni boshladi o'zi. Ha, shoq endi chiqishni boshlabdi. O'sha 4-5 oylik xonajin akalar, umuman rosa zoti yaxshi, orqa ketlari ham zo'r. Sutga to'ygan bo'lsa. Sutga to'ygan. Orqa ketlarini yetib. Ha, xo'p, aka buni puli qanaqa endi buni? Rasululloh aka. Pulini endi 11 million deymiz, 10 million kam bor. Ya jon aka. Ma, yo'q. Qimmat raqam nima qilishadi xonasi kelsa-yu, u vaqtdan topiladigan buyumda bu. Yo'q, to'g'ri aka, haligi nima desam bo'ladi? Hali qimmat gapirish keragi yo'q-da aka. Xo'ja aka, sizni obunachilarga xudo xolasa 10 million so'm kami bor, yo'lini qilib beraman. Aka buni dedim, men 9 deng aka. Umuman molingiz yaxshi, zo'r. Bo'lmaydimi aka? Jinday bor xo'ja aka. Bo'ldi aka, 9,5. Nima deysiz aka mana? Menga bo'zayingiz yo'qdi aka. Aka chiqish olsa xo'ja aka kelishamiz. Kelishtirib berasiz a? Xo'p, 9,5 to'g'ri aka? Xudo xolasa kelishtirib beramiz. 10 million kami bor, kelishtirib beramiz. Bo'ldi aka, xonajingiz yaxshi, zo'r buni. Xo'p, qani joni tomon. Yemasi ichmoq, yemoqchi yana javob qilinaveradi. Yeb hamma joyda. Ha, hamma joyda kalla holatlarga e'tibor bering. Bo'ldi aka, xudo xolasa aka telefon qilishsin. 9,5 milliondan o'tib berasiz aka, maylimi? 10 millionga o'tib beraman xudo xolasa hozir. Telefon qilishaversa, aloqaga chiqishaversa. Telefon qilishadi, ish bitadi. Ish bitadi. Ha, endi bag'i mahsulotlarga bog'liq akalar. Yemoq-ichmog'iga ha, 100% yo'q. Xudo xolasa yaxshi, unachun zo'r aka. Bo'sh yurgan bo'lsa. Bo'ldi aka, buningizni baylab endi ana kattangiz aka, bunda yetalab ko'raylik, oyoq qo'lini aka. Ha, jonivor. Yur endi. Ammo tavsiya qilaman akalar mana xonajinni. Sortlari ham yaxshi, zo'r. Kutganingizga arziydi. Xudo xolasa chiroyli qilib tushib berasiz aka. Xudo xolasa. Hop, kattamiz gibridimiz yechilyapti. Akalar ko'ringlar-chi. Orqalariga ham bir e'tibor berib qo'yamiz. Yo'q, molingiz aka katta mol, yirik mol ekan jonivor. Xo'p, baqa oling aka, baqa yetaling aka. Xo'p, men kelishimga akam o'zi chiroyli qilib tozalab, yuvib qo'yibdilar. Ya'ni go'ng holatda ko'rsatmaylik debdilar. Xudo xolasa yaxshi.
Hamma yo'g'i zo'r a. Qaytaring aka bak, qaytaring. Voy jonivor turishdi qarang. O'ma yirik ekan, haqiqiy yirik. Buni xohlang yemlagani oling, xohlang sigir qilgani oling. Hamma yoqqa tushaveradigan xonasidan ekan. Turishga 2 kg deyapsiz aka, hojaga. Mana shu turishgami? Turishga 2 kg deyapsiz hojaga, xudo xolasa. Xudo xolasa. Akalar o'zlaringiz mana ko'rib turibsizlar, molni katta kichikligi zo'r. 1.40 hisoblayverasizlar. O'ma hamma yo'q deydi. Xo'p, bitta bayra turishini ko'rsataylik-chi. So'z spoti bilan bo'lsa aka, maylimi? 2 kg deyaptilar. Hojaga mana 2 kg. Mana. Bu mana ikkinchi to'rinchilarni ham chiqib. Bo'ldi, to'rinchilarni chiqaribdi. Shura bo'lib, ha. To'rinchilarni boshla. Xo'p, bo'ldi. Akam buni endi baylab baqa keling aka. Buni pullarini bir chiroyli qilib aytaylik aka. Mana. Xunojon yaxshi kelmasdi. Nechi pul deymiz aka? Yaqin qilib ayting aka, jichirazinsa qiling. Pul deylik hojaga mana. Endi aka, mol sizniki, men aka bir nima deya olmayman. Uni elimni sotadigan fikr qildik. Bo'g'oz qilibmi? Ha, bo'g'oz qilib, xudo xolasa shular niyat bor edi endi. Ha. Nima bo'lib qoldi bu? Tuzalib qoldi, sotmoqchi bo'lib qoldi. Buni o'zimiz boqar ekan bilmayman, enaqa nima qiladi. Bo'ldi aka, buni endi pulini aka yopishtiribroq ayting aka, olgan odam baraka topsin aka. To'g'risi aka, bizni kanalda aka pulni yengilroq qilib qo'yamiz aka, o'ma. 25 deymiz, kami bor deymiz-da buni aka. 25 kami bor. Vesiga hisoblasa necha kilo mashina 3 vesi? Primерно. Go'sht 2 kg kelasigacha keladi deb mo'ljallayapti o'ziga. Ha, o'zlaring, ha? Ha. Shularga keladi, katta narsa endi bari. Yo'q, bo'ldi aka. Aka shuni 24 deylik akam. Nima deymiz? Ha, sizlar. Bo'laveradi. Bo'ladi. 24 million so'm kami bor. Akalar, telefon qilaverasizlar, dastlabkilarni aka vodiy bo'ylab bortirib berasiz aka. Ag'aga kelishadi. Ha. Yo'q, dastlabkasi bo'ladi-da, iloji yo'q aka. Bo'ldi, shuni vodiy bo'yicha qilib berasiz. Ha, vodiy bo'ylab qilib berasiz. Vodiydan tashqariga bo'lsa kelishiladi. Ha, atrofga, ha, xudo xolasa. Aka, atrofga kelishasiz, o'zlaring chiroyli qilib ag'ini o'zlaring o'xshatasizlar. Xo'p, akalar, xo'p, qolgan ma'lumotni endi Hoji akam o'zlari bilan telefonda kelishasizlar, akalar. Xolasalaring o'zlarini alohida qilib qaysi birini bo'lsa ham video qilib tashlab beraverasiz Telegramdan, to'g'rimi aka? Ha, xudo xolasa kelib, xolatalar kelib ko'rib olsinlar. Xolasa ya. Onlarga ovqatlarni tashlab beramiz, yeb ishlarini, yemoqchi o'g'irlarni ham ko'rib oladilar. Xo'p, ustida aka ko'rsalaring, hamma yo'q zo'r bo'ladi akalar. Omalang mollar, ishonchli mollar, uyda turgan uzun xonadonli mollar. Kasallar boshqa va tanajonlari sog'. Bo'ldi aka. Bo'ldi, xudo xolasa akalar, qolgan ma'lumot Hoji akam bilan. Paka.